Assalomu alaykum aziz obunachilar, uzum ishqibozlari. Ko'rib turganingizdek, mana uzumlarimiz Prablajeniya. Ko'ryapsizlar, bashmallarga katta bo'lyapti mana. Videoda hamma narsa kichkina ko'rinadi. Qo'limdan ancha katta turibdi mana. Aziz do'stlar, Prablajeniya birinchi mevasi. Qaranglar. Bitta shaxta nima bo'lyapti desanglar, mana bu bahorga nozik shax katta bo'ldi. Bitta meva qildi, mana shu mevasi, bitta shaxdan qilgan mevasi, bitta shaxda ikkita meva qilgan. Mana shu ikkala meva bitta shaxdan qilgan meva. Mana bu katta ikkalasi bitta shaxdan meva qilgan. Oralaridan uzganim ham yo'q. Kattaligini ko'ryapsizlar do'stlar, mon qaranglar. Kattaligini farqini qaranglar. Uzun, o'ta katta, nihoyatda katta. Hop, bu bitta shaxdan meva qilgan. Endi mana shu shaxdan duvaray qilganini qaranglar. Mana shu shaxdan ma'dan chiqargan. Ma'dan shax chiqargan shaxi ham duvaray qilyapti. Bu pishib ketadi bu. Bu duvaraydi uzumni. Hop. Endi vina sort uzum bilan solishtiramiz. Hop, mana buni bittan uzib olyapman. Mana vina sort bilan solishtiryapman. Mana bu el qatori pishadigan vina sort, kuzga pishadigan uzumimiz. Mana bu duvaray. Vina sortdan katta turibdi mana. Duvarayimiz bu vina sort oddiy uzumdan katta turibdi. Mana qora chirgi uzum deydimi? Qora uzumlar, katta qora uzumlar. Bular bilan ham pashti bir xil turibdi mana. Yani bu nozikroq bo'ladi. Bu yumalar bu uzunchoqroq bo'ladi. Shuni hisobiga uzunchoqroq. Bundan oldin pishadi bu duvarayimiz. Bu oddiy uzum. Bu ketmon sopi. Ko'ryapsizlar mana ketmon sopilar ham pashti mashin bilan teng mana ketmon sopilar ham. Mana aziz do'stlar, Prablajeniya. Mana bu kattaligini qaranglar. Moni o'zi ham ancha katta, vashshi katta bo'libdi. Ko'z tegmasin. Bitta shaxdan ikkalasi qilgan. Plus duvaray qilgan. Tepachi ketyapti. Plus duvaray bo'lyapti. Bitta shaxda duvaray yana meva qilyapti. Ikkita, bir emas ikkita. Mana eda duvaray emas, oldingi mevasi ekan. Bu ham mana o'zi katta bo'lib qolibdi. Darsi chiqib ketyapti mana. Bu yerda duvaray qilyapti mana aziz do'stlar. Duvaray bitta shaxda ikkita meva qilyapti. Bitta shaxda ikkitadan meva qilyapti. Darsi pishirib ham boryapti. Endi bu yoqdan chiqqani, bu ham bitta shaxda ikkita meva qilgan. Chiqyapti mana duvaray qilyapti. Mana yana chiqib turib, yana duvaray qilyapti. Bu yerda yana bitta duvaray qilyapti. Mana bu joyda bu shaxtga yana duvaray qilyapti tepada. Darsi bu yoqqa ketyapti-da. Aziz do'stlar, eng qizig'ini aytaman. Prablajeniya birinchi duvaray, birinchi mevasi, ikkinchi mevasi 3 ta, 4 ta, 5 ta ikkinchi mevasi. Darsi aziz do'stlar gullayapti mana. Aziz do'stlar mana gullayapti mana. Mon qaranglar do'stlar. Gullayapti mana. Endi bilmadim, bu ikkinchi duvaray. Bu pishami yo'qmi bilmayman. Qaranglar, bitta shaxda. Bitta duvaray. Ikkita duvaray, 3 ta duvaray, 4 ta duvaray qilyapti. Endi bu pishmaydimi? Uni ko'ramiz, xudo xolasa. Uni videolar kuzatsanglar, videoga qo'yamiz ularni. Mon qaranglar aziz do'stlar. Bitta shaxda duvaray qilgan. Duvaray gulla bo'ldi mana. Bitta shaxda 3 ta duvaray qilyapti. O yerda yana bitta turibdi. 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bunaqa uzumni ko'rmagandim. Zo'r ekan, ammo vashshi ekan. Malades. Yaxshi ham olib kelib ekkanim
Bularni ko'k shaqidan olganman. Ko'k shaqidan ulaganman. Ulagan yili meva qilgan, duvarey qilgan, pishgan duvareyi uzumdan oldin pishgan. Endi aziz do'stlar, avatarga o'tamiz. Avatarlarimiz mana mevalari уже pishishni boshlayapti mana. Bular hali uzun yo'g'on bo'lib pishadi hali. Bularni ham bir qator ko'rasizlar, xudo xolasa pishganda video qilib qo'yaman. Уже pishishni boshladi avatarlarimiz. Avatarni xudo xolasa kaltagidan bahorda bo'ladi. Qalamcha ko'chatlaridan ham qilib qo'yamiz xudo xolasa. Ozmos ko'chatidan ham harakat qilyapmiz. Endi aziz do'stlar, Rizamat ota ulagandim. Rizamat ota. Ko'ryapsizlar. Ikkita likob to'ladi. Do'stlar, bular qizaryapti mana bular ham. Уже qizarishni boshladi. Mana do'stlar. Mana aziz do'stlar. Rizamat ota katta bo'pti. Qip-qizil bo'lyapti. Ko'rsanglar mana bularni ham ko'chatlardan qilib qo'yamiz. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etaverasizlar. Menda xudo xohlasa 10 xil ko'chat sortini qildim. Yana ko'paytirishda davom etamiz xudo xohlasa. Rizamat ota qizil katta. O'zimizda Rizamat ota kichkinasi ham bor. U kichkinasi o'ta nihoyatda shirin bo'ladi, juda ham mazali bo'ladi. Lekin Problajeniyani mazasiga baribir yetmaydi, chunki problajeniya mazasi dahshat. O'ta shirin bo'ladi. Aziz do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga biz ma'lumotlar chiqarib berishga harakat qilamiz. Hammaga omad. Shams TV uzni kuzatishni esdan chiqarmanglar. Yana bitta ma'lumot. Qopga olib qo'ysanglar, qopga olib qo'yib pishiryapman men. Hamisha qopda pishiryapman. Dori-pori hech nima qilmayapman. Balkim dori qilish kerakdir. Men ahlim yetmagani uchun dori qilmayapman-da, faqat salafanga olib qo'yib, anaqa setkaga olib qo'yapman. Pishmay turib. Ana qizardimi? Setkaga olyapman. Maza kelishni boshladimi? Setkaga olyapman. Chunki mana shu setkaga olganimdan keyin ari tegolmaydigan, chimchiq cho'qilmaydigan. Qanday bo'lsa, shunday turar ekan, go'zal turar ekan aziz do'stlar, go'zal turar ekan. Bolalaringlar yeb qo'ysa ham dorilangan emas, oddiy uzum yesa bo'laveradi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Hammaga rahmat. Shams TV uzni kuzatishda davom etinglar aziz do'stlar.